Bolalar, bugun sizlar bilan o'tgan mavzumizni yana alohida o'zim tushuntirib berishga qaror qildim. Demak, bugun sizlar bilan men ham, u ham deb turib yoki kimdir qilgan ishini u ham qildi, men ham qildi deb tasdiqlamoqchi bo'lsak, uni ikki xil yo'l bilan, so bilan yoki to bilan aytishni o'rganamiz. Bizda biladigan formulamiz, masalan, I am preparing for my exam now. Men hozir ekzaminimga tayyorlanyapman deb aytsam, birontasi men ham tayyorlanyapman desa agar bunday deyishni bilamiz. I am preparing for my exam now too deb aytsak, men ham tayyorlanyapman degan ma'noda ayta olamiz. Lekin biz uni grammatik jihatdan ikki xil holatda ayta olamiz. Ya'ni so bilan va to bilan ishlatishimiz mumkin. Demak, e'tibor beramiz. Biz so bilan to'ni ishlatishimiz uchun avval ko'rib olishimiz kerak. Gapda nima kelyapti? Gapda to be kelyapti. Ya'ni am kelyapti. Am nima uchun kelyapti? I uchun kelyapti. I ga moslanadi am. Endi gapda bizda to be kelsa, e'tibor beramiz. To be oldinga chiqa oladimi? Not qabul qila oladimi? Ha, oldinga chiqib savolga aylana oladi va notni qabul qila oladi. Ya'ni agar shu holat bo'ladigan bo'lsa, oldinga chiqa olsa va notga ololsa, I'm not preparing for my exam now deyishi mumkin-ku. Shunaqa holatda notda ham qatnasha olsa, biz uni so bilan to bilan bera olamiz. Ya'ni men ekzaminga hozir tayyorlanyapman desa, biz ham tayyorlanyapmiz. Biz ham deb aytmoqchi. So are we are too deymiz. Nima uchun a keldi? Chunki biz to be kelyapti-ku mana gapni boshida. We uchun ani ishlatdik-da. So are we are too. So ni qarang, nima so yordamchi fe'l, keyin we kelyapti. To uchun esa we are too deb berasiz. Xohlab buni ishlat, xohlang buni ishlating. Keyingisi u ham deb aytadigan bo'lsak, so is he is too. Nima uchun bunga ham to be ishlatdik? Chunki gapda to be kelganda, shuning uchun to be ketaveradi bu yog'iga. He ga moslashtirib is ni qo'ydik. We ga moslashtirib ani qo'ydik. So is he is too. Anvar ham tayyorlanyapti hozir ekzameniga. Anvar ham demoqchi. So is Anvar is too. Isni Anvarga moslashtirib qo'ydik. Yani so is Anvar is too. Biz ular ham deylik. So are they are too bo'ladi. Demak, mana bu gapga qaraymiz. Bu gapda she has just finished her work. Ya'ni u hozirgina uyga vazifasini tugatdi. Hozirgina tugatib bo'ldi. Ya'ni bu yerda qaraymiz, present perfectda his oldinga chiqa oladi. Not qabul qiladi, chunki his verb 3 kelganda biz har doim buni oldinga chiqara olamiz va not qabul qildira olamiz. Va shunga qarab turib demak biz buni men hamga ishlatishimiz mumkin ekan. His nima uchun kelgan? Chunki she ga moslashib his kelgan. Endi men ham bajarib bo'ldim uyga vazifamni hozir desam agar, so have I have to. Nima uchun men have ishlatdim? Chunki men his ishlata olmayman-da I uchun. I uchun have keladi. Shuning uchun men so have I have to deb ishlatdim. Have ni I ga moslashtirib qo'ydim. Endi biz ham tugatib bo'ldik ishimizni hozir demoqchi bo'lsak, so have we have to deb ishlatamiz. We ga ham have keladi. Agar Tom ham qilib bo'ldi desak, so has Tom has to bo'lyapti. His Tomga moslashib kelyapti. Tom bilan mana so has Tom has to. Xohlang Tom ham deb so has Tom deng. U ham bajardi degan ma'noni bildiradi. Tom has to desangiz ham u ham bajargan bo'ladi. Demak, keyingisini qaraymiz. We were discussing this topic yesterday. Biz kecha bu topikni, mavzuni muhokama qilayotgan edik. Ya'ni bu yerda were degan to be ni o'tgan zamoni kelyapti. Ya'ni to be ni o'tgan zamon savolga chiqadi va notni qabul qila oladi. Bu we ga moslashib kelgan, ko'plikda bo'lib keladi, birlikda was bo'lib keladi. Ya'ni biz kecha muhokama qilayotgan edik bu mavzuni desak, men ham muhokama qilayotgandik desa, edim desam, so was I. Nima uchun was keldi? Chunki I uchun was qo'ya olaman-da, were emas. So was I, men ham degani, I was too, men ham degani u ham. U ham muhokama qilayotgan edi desa, so was he was too. Nima uchun was keldi? Chunki he ga moslashtirib keldi. Xohlang buni ishlating, xohlang buni ishlating. Ular ham muhokama qilayotgan edi desa,
So we they were two bo'ladi. Demak, so we they were two bo'ladi. Nima uchun we keldi? Chunki they ga moslashib kelgan was qo'ya olmaymiz. They uchun ko'plikda we qo'yamiz. Endi keyingisini qaraymiz. Keyingisi future simple bo'lyapti. Future simple will yordamchi fe'li keladi. Will yordamchi fe'li oldinga chiqa oladi, notni qabul qila oladi. Demak, bizda u oxiriga bemalol chiqa oladi. He will start a new job next month. Yangi hafta u yangi ishini boshlaydi. Will keldimi, demak u notni qabul qilib savolga chiqa oldim, orqaga ishlata olaman. U yangi ishini boshlaydi. Ya'ni oy desa, men ham boshlayman demoqchi. So will I. Nima uchun will deb oldim? Chunki will kelganda nima aytdi? So will I will too. U ham demoqchi bo'lsak, so will she will too bo'ladi. Endi can modal fe'lni can modal fe'li ham oldinga chiqa oladi, notni qabul qiladi. Demak, u ham orqaga mana bu yerda so bilan to bilan ishlata olamiz ekan. They can solve this problem. U bu muammoni bajara oladi. Demak, men ham bajara olaman. So can I can too. Shu can ishlatdim, chunki can o'zi mustaqil yordamchi fe'l bo'ladi. U notni qabul qiladi, savolga chiqa oladi shuning uchun. So can she, u ham qila oladi. She can too. So can we can too. Bolalar o'sha butun bir nimani kichkinagina men ham, u ham deb aytilish formulalari xuddi shulardan iborat. He must join us later. Ya'ni u bizga kechroq join qilish kerak, birlashish kerak biz bilan deb aytgan. Must modal fe'li oldinga chiqa oladi, notni qabul qila oladi. Shuning uchun aytaman, men ham kechroq join qilishim keraksa, so must I must too. So must we must too deb ishlatsak bo'ladi. Biz ham degan. So must we must too. Xohlang buni ishlating, xohlang buni ishlating, farqi yo'q. Endi should modal fe'li bolalar, bu ham kerak degan ma'noni bildiradi. Maslahat ma'nosida biror narsani qilish kerak bo'lgan holatda biz ishlatamiz uni. Demak, bu ham oldinga chiqa oladi va notni qabul qila oladi. I should clean my room. Men xonamni tozalashim kerak. Mana shu holatda biz, demak, should ham orqaga chiqa oladi. Anna ham qilish kerak. So should Anne should too. Ular ham qilish kerak. So should they should too. Men ham qilishim keraksa, so should I should too bo'ladi. Endi qaraymiz bolalar. Mana yerda have bizda gap kelyapti. I have an expensive car. Mening qimmatbaho mashinam bor. E'tibor bering. Agar mana shu gap bilan mana bu gapning ma'nosi bir xil. I have got an expensive car. Ikkalasining ma'nosi bir xil. Faqatgina struktura jihatdan ikkalasi ikki xil holatda keladi bolalar. E'tibor beringlar shu narsaga. I have got an expensive car deganda got kelganda got have ga ruxsat beradi, oldinga chiqib va not qabul qilishga ruxsat beradi. Kim got ruxsat beradi? Got unga aytadi, have davay oldinga chiqqin, savolga aylan va notni ham qabul qil. I haven't got deb ishlatsam bo'ladi. Have you got an expensive car deb savol bersak bo'ladi-da. Bu holatda have orqaga ham chiqa oladi. Ya'ni mening qimmatbaho mashinam bor deyotganda so has she unda ham bor. Ko'rdingizmi, men mayda I uchun have ni moslashtirgan bo'lsam, bu yerda she uchun has ni moslashtiryapman. She has to. So has she has to deb she ga has ni moslashtirib qo'yapman. So have I menda ham bor. I have to menda ham bor deb aytyapman. So have we bizda ham bor. We have to bizda ham bor degan ma'noda kelyapti. Lekin gapda agar got bo'lmasa, mana bu yerda got bor, bu yerda got yo'q. Got bo'lmasa agar, demak bu have prosta fe'l bo'ladi. Buni hech qanaqa notni qabul qilishga yoki savollarda ishlatilishga hech qanaqa huquqi yo'q. U uchun bizga yordamchi fe'l do yordamga keladi. Ya'ni bizga bu do yordamga keladi bolalar. Mana do yordamga keladi. Endi qaraymiz. I have an expensive car. Mening qimmatbaho mashinam bor. Mening ham mashinam bor desa, bu uchun do savolga aylanib beradi. Notni ham I don't have an expensive car bo'ladi. Do you have an expensive car bo'ladi-da, do yordam keladi-ku. Shuning uchun orqaga do ishlaydi. Have emas, chunki got yo'q.
I have an expensive car. Mening qimmatbaho mashina bor. Meni ham qimmatbaho mashinam borsa, so do I do too. Endi xuddi shuni unda ham bor demoqchimanda. He uchun men do ishlata olmayman-ku. He uchun biz does ishlata olamiz. Shuning uchun so does he does too bo'ladi. Yoki so do we do too bo'ladi. Demak, menimcha tushuntira oldim bolalar. E'tibor beringlar. Have agar got bilan kelmasa, have savolga chiqa olmaydi. Savolga unga faqatgina do yordamchi fe'li keladi. Notni ham qilish uchun do notni qabul qilib keladi. Don't bo'lib kelishi mumkin. Shuning uchun orqasiga bularga do yordamchi fe'l bo'lib, so to ular uchun ishlatiladi. Endi I had an expensive car. Mening qimmatbaho mashinam bor edi. E'tibor beringlar bola. Had bu have ni ikkinchi shakli verb 2 formasi. Ya'ni biz menda qimmatbaho mashina bor edi demoqchimiz. Had oldinga chiqa olmaydi, notni qabul qila olmaydi. Bu uchun unga yordamga albatta kim keladi? Bunga did yordamga keladi bolalar. Mana bunda do keldi, bunda did keladi. I had an expensive car. Mening qimmatbaho mashinam bor edi. Unda ham bor edi demoqchi. So had he bo'lmaydi. Chunki had oldinga chiqmaydi, notni qabul qilmaydi. So did he did too. Unda ham bor edi degan ma'noni bildiradi. Demak, menda ham bor edi demoqchimiz. So did I did too bo'ladi. Bizda ham bor edi deylik. Misol uchun so did we did too bo'ladi. Endi mana bu yerda ham qaraymiz. She discussed this topic with her brother. U mana bu mavzuni akasi bilan muhokama qildi. Discussed o'tgan zamon id qo'shilgan verb 2 ga aylangan bu narsa. Discussed fe'llar umuman oldinga chiqa olmaydi. Notni qabul qila olmaydi. Ular uchun discussed past simple bo'lgani uchun past simple yordamchi fe'li bizda did bo'ladi. Va bu yerda ham xuddi o'sha formula ishlaydi bolalar. U akasi bilan muhokama qildi. Men ham muhokama qildim demoqchi bo'lsam, so did I did too. Biz ham muhokama qildik. So did we did too. Tom ham muhokama qildi desak, so did Tom did too. Tom ham muhokama qildi bo'lyapti. Demak, bizda savolda nima kelsa, o'sha orqaga chiqadi. Mana bu yerda she works in an office. U ofisda ishlaydi. Present simple kelyapti. Works oldinga chiqa olmaydi, notni qabul qila olmaydi va bu uchun yordamchi fe'l albatta bizda do keladi bolalar. Yoki does keladi. Endi qaraymiz. She works in an office. U ofisda ishlaydi. Men ham ishlayman desam, so do I. Work notni qabul qilmaydi-ku. Savolga chiqmaydi. Shuning uchun do yordam kelyapti. So do I. Men ham ishlayman. I do too. Men ham ishlayman degani bu. I ga moslashtirib do keldi. Does qo'ymayman-ku I uchun. Endi keyingisi so does he. U ham ishlaydi. He does too. U ham ishlaydi. He ga moslashtirib does'ni qo'ydim. Biz ham ishlaymiz demoqchi bo'lsam agar we do too yoki so do we deb ishlatsam bo'ladi. Menimcha mavzu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Qaraymizda yordamchi fe'llarimiz kelsa haqiqiy mustaqil ma'noli fe'llar keladi. Do yoki does yoki did yordamchi fe'llar bilan keladi. Agar to belar kelsa, modal fe'llar keladigan bo'lsa, ham o'zlari kelib ishlaydi.